vodiyda yagona bo'lish kutilayotgan 12 kilovatli lazer apparatimiz Andijon shahrida yig'ilyapti. Hozir buni yig'ayotgan Muhiddin akadan qisqacha ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum, Hormi. Muhiddin aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Rahmat. Aka, bu lazer apparat haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, eshitishimcha vodiyda yagona bo'lish kutilyapti bu apparatni. Xudo xolasa 3 kundan beri yig'ish jo'natamiz. Bu lazerimiz 12 kilovatli stanok hisoblanadi. Rabochiy zonasi 2 ga 6 metr bo'lgan lazer stanok hisoblanadi. 2 metrga 6 metr? Aha. Kattaroq razmerda olib keldik, qandolislar kesish uchun. Necha millimetrgacha? 40 millimetrgacha. 4 santimetrgacha. 45 millimetrgacha kesishga qodir lazer hisoblanadi. Temirda luboyni kesar ekan, nima? Qalin listlar bilan kesadigan, ishlaydigan akalarimiz hamkorlikka chaqiramiz xudo xolasa. Buni kim ishlatadi aka? Xudo xolasa o'zim ishlatamiz. Qachondan xudo xolasa? Hayitga ishga tushiramiz. Yangilik bo'lar ekanda. Yangilik bo'ladi. Xayrli qilsin aka. Telefon nomeringizni aytsangiz, xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqishadi. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Shu qalin list bilan ishlaydigan akalarimizga rasam mos keladi ishlariga. Bemalol aloqaga chiqsin 94 080 20 20 aka, bo'ldi. Xudo xolasa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon shahrida joylashgan. To'liqroq ma'lumot olish uchun shu nomerlarga telefon qilib kelsanglar ham bo'laveradi.